Assalomu alaykum. Bugungi brifingda Kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi tomonidan 2025-yilning 9 oyi davomida amalga oshirilgan asosiy ishlar haqida ma'lumot beramiz. Hisobot davrida respublikaning jami 44,892,3 ming gektar yer maydonidan 42,508,065 gektari yoki 94,7% uskat tizimida elektron xaritasi yaratilib, 42,087,565 gektar yerdan foydalanuvchilar kesimida kadastr yig'ma jildlari shakllantirilgan holda davlat ro'yxatdan o'tkazilgan. Bundan tashqari, huquqiy hujjatlari to'liq bo'lmagan 271,195 gektar yer uchastkalaridan haqiqatda foydalanib turgan 459,283 ta subyekt foydalanuvchi sifatida hisobga olindi. Jami ko'chmas mulk obyektlari 8,746,293 tani tashkil etib, yil boshiga nisbatan 198,000 bittaga oshgan. Jismoniy shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari jami 8,246,958 tani tashkil etib, yil boshiga nisbatan 127,034 taga oshgan. Shundan yakka tartibdagi turar joylar 6,285,282 ta, noturar joylar 393,944 ta, ko'p qavatli uylardagi kvartiralar 1,567,732 tani tashkil etmoqda. Yuridik shaxslarga tegishli ko'chmas mulk obyektlari jami 499,335 tani tashkil etib, yil boshiga nisbatan 70,967 taga oshgan. Shundan yakka tartibdagi turar joylar 34,467 tani, noturar joylar 384,981 tani, ko'p qavatli uylardagi kvartiralar 79,887 tani tashkil etmoqda. Jami ko'chmas mulk obyektlarining 6,119,345 tasi, ya'ni 70% davlat ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, 2,626,948 tasi davlat ro'yxatdan o'tkazilmagan. Davlat ro'yxatdan o'tkazilmagan obyektlarning 310,502 tasiga huquqiy hujjat mavjud, lekin davlat ro'yxatdan o'tmagan obyektlar 2,316,446 tasi huquqiy hujjatlari mavjud bo'lmagan obyektlar sifatida shakllantirilgan. Yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari asosida 805,712 ta, shundan 82,284 ta yangi va 723,428 ta mavjud obyektlar qayta ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlari davlat ro'yxatdan o'tkazilgan. Kadastr xizmatlari masalalari bo'yicha hisobot davrida 3,755,475 ta xizmatlar ko'rsatilgan bo'lsa, shundan 2,413,008 tasi ijobiy yakunlangan. 156,184 ta buyurtma ijro holatida va 1,186,283 tasi turli sabablarga ko'ra rad etilgan. Kadastr idoralari tomonidan tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun 2022-25 yillar davomida 271,005 ta, 21,431,9 gektar bo'sh yer uchastkalari yer elektron tizimiga kiritilib, 85,689 tasi yoki 6,866,2 gektari auksion savdolariga chiqarilgan. Shundan 2025-yilda 57,434 ta, 10,307,8 gektar bo'sh yer uchastkalari yer elektron tizimiga kiritilib, 22,086 tasi yoki 2,164,8 gektari auksion savdolariga chiqarilgan. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuniga ko'ra respublikamiz bo'ylab xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Xatlov ishlarini amalga oshirish uchun jami 4,424 nafar xodimlar jalb etilgan bo'lib, joriy yil yakuni bilan 934,140 ta ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazish rejalashtirilgan. Tasdiqlangan reja grafika asosan Uzcard dasturida 3,675 ta mahalla fuqarolar yig'inlari hududida mahalla geometriyalari, 81,496 ta inventarizatsiya hududi yaratilib, 2025-yil 1-oktyabr holatiga 734,603 ta, 78% ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazilgan. Mazkur davr mobaynida Davlat kadastrlar palatasi rahbariyati va hududiy boshqarmalar rahbarlari ishtirokida 189 marta sayyor qabullar tashkil etildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Uy-joylar bo'yicha O'zbekiston Respublikasining yangi qonuni, ya'ni 937-sonli qonuniga asosan xatlovdan o'tkazib yuribmiz. Mahalla kesim bo'yicha. Otabek 350. 3,5 mobaynda bunday ko'rasiz. 8,5. 560. 560. Yeniga bitta olib.
Bunday o'ylagan yo'q-ku Nukusda. Nukusdagilar deyman ana. Ko'pchilik ish. 1483. Kattanashda. Nisbatan shirana. Qaror chiqadi. O'sha qarorlarni ikkalasi hujjat yakunlaysiz. O'sha sizni nomingizga prokuratura yakunlanadi. Keyin chiqish o'g'limga o'tkazib beraman deb aytadi. Qarzi yo'q deyishadi, yana xat kelaveradi. Yo'q, endi sizniki hujjat yo'qligi uchun 3 barobar soliq so'rayotgan bo'lishi mumkin. Farg'ona tumanidagi Xo'roba mahalla MFda yashaymiz. Qadrdon ko'chasida mana kadastr xodimlari kelib, bizga allaqancha tushuntirishlarni berib, yordamlarni berib kelyapti. Fuqarolarga juda katta yordam beradi. Hamma ham bu yer qonunlarini tushunmagan aholimiz juda ko'p. Ularga ham, hukumatimizga, bu yigitlarga, hammasiga aholi nomidan, mahallamizning nomlaridan nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qurilgan. Mana shu Zoomda hozir qurilish vazirligini vakillari, tumanda hududdagilar qatnashib, qurilish inspeksiyalari vakillari ishtirok etishyapti. Birgalikda bu joyda. Faqat biz pasport bizniki bo'lganligi uchun biz matbuot tarjimon qilib sizlarga tushuntirib berishni lozim. Kadastr bazasiga foydalanishda qabul qilib yoki raqam olib bo'lsa, bazada bo'lsa, uni hech qachon bitta shaxsdan boshqa shaxsga sotib bo'lmaydi. Endi podyezdlar, yo'laklar, mulkdorlarga rasmiylashtirilsa, shunda soliqni podyezd uchun ham soliqni to'laydimi? O'sha xonadon egasi? Mulkdorning aynan kimligi ko'rsatilmaydi. Egasi mulkdorlar deyiladi. Ana o'sha joylardagi, o'sha ko'p qavatli uylarda turayotgan, istiqomat qilayotgan mulkdorlarni ko'rsatadi. Ya'ni siz aytayotgan shu uyni mulkdor sifatida investitsiya qilish. marhamat, sizlarga so'z beramiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Qurilish bo'yicha viloyat hokimi kotibiyat mudiri, Gasinda o'rinbosari hamda arxitekturani o'rinbosari qatnashyapti. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, loyihaga moslash degan iltimoslar, ya'ni talablar juda ko'p bo'lardi. Endi bundan mana 100% voz kechilgani, menimcha bu ancha-muncha korrupsion holatlarni ham oldini oladi.